Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizor görgüçler. Haftalik İstiqlal haberleri programımıza kelgenlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Xitoy doiralari Sharq Turkiston vaziyatining turaqsizligini inkor qildi. Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyat ahvoli haqida to'xtalgan Xitoy ishg'olchilarining Sharq Turkistondagi atalmish mas'uli 28 may seshanba kuni Sharq Turkistonda Xitoy ishg'oli va ishg'olchi Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqchilik siyosatlariga qarshi yuz berayotgan vaziyat turaqsizligini inkor qilib mundaq dedi. Xinjiangdagi osonliq millat bo'lgan Uyg'urlar naqshi usul xumar xalq bo'lib, mehmon do'stlikni nihoyat yaxshi ko'rdi. Xitoyning g'arbiga joylashgan bu rayon vaziyatida hargizmi davolg'ish yo'q. Ishg'olchi Xitoy doiralari Sharq Turkistonda irqchilik siyosati ijro qilib, Uyg'urlarning diniy e'tiqodini, milliy urf-odatlarini, madaniyatini va ona tilini har xil usullar bilan cheklab kelmoqda. Ishg'olchilarning bu tajovuziga Sharq Turkiston xalqi har zaman sharoitining yor berishicha qarshi turib kelmoqda. 23 aprel Qashqar Maralbeshi Seriqbo'y bozorida ishg'olchilarning milliy kamsitishi, irqchilik siyosati va diniy e'tiqod cheklanmalariga qarshi qonliq to'qinish maydonga kelib, vaqada ko'plagan Xitoy cho'moqchilari va Xitoy tajovuzchilari o'ldirilgan edi. Shuningdek, keyinlar 5-oyning 9-kuni Yangisar o'choq vaqasi, 5-oyning 25-kuni Qog'iliq vaqasi yuz berib, jami 5 kishi o'ldirildi. 5-oyning 29-kuni Xotan ilchi yesida vaqa yuz berib, tajovuzchilardan 4 kishi o'ldirildi. 2009-yil yuz bergan Urumchi qalliq vaqasi ishg'olchi Xitoy kommunistlarining Uyg'ur xalqiga qarata haqsizlik qilganligiga qarshi maydonga kelgan va nurg'un Uyg'ur hayotidan ayrilib, nurg'unlari ishg'olchilar tomonidan qo'lga ilingan. Helimi ularning ko'pinchisi ishg'olchi Xitoy turmalarida tutib turilmoqda. Beijingdagi muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilgan Sharq Turkistondagi Xitoy muavin hokimi Shi Dagang muxbirlarga Sharq Turkiston vaziyatida davolg'ishning yo'qligini ilgari surib, 10 yildan beri janub tarafda xizmatda bo'lyapman. Hech qachon qo'g'dinish quroli ko'tarib mengishga va yoki soqchilarning qo'g'dishiga majbur bo'lmadim degan. Shi yana mundaq degan: Xitoy kadrlar bilan osonliq millatlar o'rtasida o'zaro ehtirom bor. Biz do'stlardek yashaymiz. Biz ularning uyiga kirgan vaqtimizda ular bizni mehmon qilib, go'sht va haroqlarni taqdim qiladi va usul o'ynab naqsha aytib beradi. Osonliq millatlar nihoyat sodda va intayin rostchil samimiydir. Ular mehmonlarni yaxshi ko'radi. Boshqalarning xato tushunib qolmasligi uchun Xinjiangga berib o'z ko'zi bilan ko'rib kelishini umid qilaman. Yolg'onchi Xitoy doiralari nomus qilmay Sharq Turkiston vaziyatida hech qanday davolg'ish yo'q deb xalqaroga jakarlamoqda va Sharq Turkistondagi Uyg'urlar til va diniy e'tiqod masalasida alohida imtiyozga ega deb xalqaro jamiyatni aldab kelmoqda. Beyoğlu shahar boshlig'i Uyg'urlardan kechirim so'radi. İstanbulning Beyoğlu shahar boshlig'i shaharlik hukumatning ko'rgazma zalida Xinjiang oti yurt nomida ochilgan rasm ko'rgazmasiga ruxsat berganligini, diqqatsizlik dedi va Uyg'urlardan kechirim so'raydiganligini bildirdi. 2013-yil 21 may İstanbulning Beyoğlu shaharlik hukumatning san'at ko'rgazma zalida Xinjiang oti yurt degan nomda turk foto suratchi Tahir Un ismli kishining Sharq Turkistondan tortib kelgan rasmlari ko'rgazmaga qo'yildi. Bu rasm ko'rgazmasida asosliqi Uyg'urlarning rasmlari ko'rgazmaga qo'yilgan bo'lib, rasmlarning ba'zi qismlarida Xitoylarning rasmlari, shundaqla Uyg'urlarning Mavzudongning cho'ng hajmlik rasmining oldida turgan ko'rinishlar ko'rgazmaga qo'yilgan. Tahir Un bu ko'rgazma to'g'risida muxbirlarga bergan bayonotida Türkler oti yurtimiz deb ataydigan Sharq Turkistonning nomiga Xinjiang degan ismni qo'llangan va u yerda Uyg'urlarning o'z tilida dars o'qiy oladiganligini, Xitoy hokimiyatining osonliq millatlarning tili va madaniyatini qo'g'dash uchun tirishchilik ko'rsatayotganligini, Urumchi qatliamida Turkiya axborotlarida xato ma'lumot e'lon qilinganligini, bu xato axborotlar sababidan Turkiya hukumat amaldorlari Xitoyga qarshi bayonot berganligini da'vo qilgan. Biroq Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlar va Uyg'ur faoliyatchilar bu rasm ko'rgazmasiga qarshi chiqdi va rasm ko'rgazmasini tarqatib etdi. Rassomlik bir san'atdir. Ammo turk rassom Tahir Un o'tgan yili Xitoy doiralarining taklifiga binoan Sharq Turkistonga berib, har qaysi shaharlarni 20 kun aylanib yurib rasmga tartib kelgan va bu rasmlarni Turkiyada ko'rgazmaga qo'yish orqali Uyg'urlarning Xitoy doiralari tomonidan yaxshi boshqarilib ketayotganligini, Uyg'urlarning Xitoylar bilan inoq ittifoq yashab ketayotganligini,
qo'sh tillik ma'rif sistemasi bo'yicha Uyg'urlarning universitetlarda Uyg'ur tilida dars o'qiyotganligini, Uyg'urlarning Xitoy rejimidan mamnun ekanligini ifodalashga uringan. Bu rasm ko'rgazmasiga qarshi chiqqan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati bayonot e'lon qildi hamda mazkur rasm ko'rgazmasini echishga ruxsat qilgan Bayo'g'li shaharlik hukumatga ochiq xat yozib noroziligini bildirdi va bu rasm ko'rgazmasini ayiblaydiganligini ta'kidladi. Bu maktub Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining rasmiy to'r betida e'lon qilingandan keyin Facebook va Twitter qatorliq xalqaro ijtimoiy uchur almashtirish vositalari orqali keng tarqaldi va Bayo'g'li shaharlik hukumatni ayiblab fikr inkoslar yozildi. Bayo'g'li shaharlik hukumatga yozilgan ochiq maktubda mundaq yozilgan: Hurmatli shahar boshlig'i, sizning shaharning boshqurishidagi Bayo'g'li shaharlik san'at ko'rgazmasida 21 may 1 iyul o'ttirisida Tahir Unning Şinjan Ota Yurt nomli rasm ko'rgazmasi ochildiganligidan xabar topdik. Bu rasm ko'rgazmasi ismidan bilingandek butunlay Xitoy kommunist hokimiyatining tashviqotini qilish maqsadi bilan uyushtirilgan. U yerda qo'yilgan rasmlarda Uyg'ur turklarining atalmish Xitoy rejimidan mamnun ekanligi, Xitoy hokimiyatiga bo'lgan hurmati, Xitoy Kommunist partiyasiga sodiq ekanligi ifodalangan. Bu amaliyotda Türk millatiga va Sharq Turkiston Uyg'ur xalqiga qilingan cho'ng bir tuhmatdir. Türk millati mayli shonliq Osmonli imperatorligi davrida bo'lsin, mayli ozodlik urushida Türk millatining xarakteriga, diniy e'tiqodiga, milliy ozodlikka zid keladigan rejimlarning Türk zaminini ishg'ol qilishini qabul qilmaganga o'xshash, Sharq Turkiston xalqimi kommunist Xitoy hokimiyatining ishg'oliyatiga qarshi chiqdi, qabul qilmadi va hozirgacha ozodlik kurashlarini davom qilyapti. Bir qancha yil ilgari yuz bergan 5 iyul Urumchi qatliami buningga shohiddir. Bu voqeaga nisbatan hurmatli bosh ministr Rajab Tayyip Erdo'g'an bu bir qirg'inchilik deb ifodalashi Sharq Turkistonda Xitoy kommunist zulmining davom qilayotganligini o'p-ochiq ko'rsatib berdi. Sharq Turkistonda hozirmi Xitoy zulmi va besimi kundan kunga chekdan eshib davom qilmoqda. Maktubning davomida yana mundaq yozilgan: Biz Turkiyada yashayotgan 300 mingdan ortiq Sharq Turkistonliklarga vakolatan shahringizda turk qarindoshlarga xiyonat qilgan bu o'yinni buzishni va Xitoyning ta'tir tashviqotlariga aldinib ketmaslikni va ularning depiga usul o'ynamaslikni talab qilamiz. Asli turk millatiga xizmat qilishni maqsad qilgan shaharlik hukumat idorasining bu xil turk millatining g'ururini yanchiydigan faoliyatlarni qo'llamaslikni talab qilamiz. Bu rasm ko'rgazmasiga aloqador bizning e'tirozlarimiz tuvandikcha. Biz rasm ko'rgazmasining nomida ifodalangan Şinjan so'ziga qat'iy qarshi turamiz. Bizning vatanimizning nomi Sharq Turkiston. Rasm ko'rgazmasidagi rasmlarning 30 million Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilmaydiganligini e'lon qilamiz. Bu ko'rgazmaning Turkiyada ochilishi odatdagi bir madaniyat faoliyati bo'lmasdan, balki qo'li qon bilan bo'yalgan Xitoy kommunist hokimiyatining Sharq Turkistonlik qarindoshlarga quchoq ochgan turk millatini aldash, ularning zihnida xato tushuncha paydo qilish va iziqtirish maqsadida planliq o'rinlashtirilgan o'yinning bir parchasi deb qaraymiz. Eginlasha mazkur maktubni Bayo'g'li shahar boshlig'ining e-xat adresiga nurg'un kishi orqa-orqadan yo'llagan bo'lib, natijada Bayo'g'li shaharlik hukumatning muavin boshlig'i O'zjon Tokal apandi Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxonga telefon qilib, Uyg'urlardan kechirim so'raydiganligini ifodalagan va bu masalada diqqatsizlik tufaylidan bu rasm ko'rgazmasini echishga ruxsat qilinganligini, rasm ko'rgazmasini belgilangan muddatdan burun taqib etganligini, o'zlarining Sharq Turkiston masalasiga jiddiy qaraydiganligini bildirdi. Suriya diktatori Rossiyada ishlangan S-300 tipli boshqariladigan bomba sistemasining dastlabki qismi yetib keldi dedi. Suriya diktatori Bashar Asad Rossiyada yasalgan urush aeroplanlariga qarshi S-300 tipli boshqariladigan bombadan mudofaa sistemasining dastlabki qismini topshirib olganligini jakarladi. Livandagi Hizbullah partiyasiga oid Al-Manar televiziyasi bilan suhbat elib borgan Asad mundaq dedi: Rossiyada ishlangan urush aeroplanlariga qarshi ishlatiladigan S-300 tipli boshqariladigan bomba mudofaa sistemasining dastlabki qismini topshirib oldim. Pat yaqinda bu qurollarning davomini topshirib olaman. Asad yana mundaq ta'kidladi: Suriya armiyasi Suriya zaminiga tajovuz qildigan Isroiliyaning har qanday hujumiga darhol zarb beradi. Suriya hukumati javlanni ozod qilish uchun harakatda bo'lgan har qanday suriyalik guruhlarga hargizmo qarshi turmaydi. Asad Turkiya, Saudiya Arabiston va Qatarning qurolliq Suriya qo'zg'olonchilarini qo'llab, moddiy yordamda bo'lganligini ayblab, hozir Suriyada 100 mingdan ortiq chet ellik qurolliqlar bor. Bular yuqoridagi davlatlarning qo'llashi bilan Suriyaga eqib kirdi.
Suriya armiyasining cho'ng ilgirlashlarni qo'lga keltirganligini va navbatdagi askariy kuch tangpongligi Suriya armiyasining manfaatiga bo'layotganligini ilgari surgan Asad, Suriya va Hizbullah partiyasi bir kemining ichidadir. Livan chegarasidagi rayonlarda Hizbullah partiyasining odamlari urush qilyotidi. Lekin qurolli guruhlarga qarshi elib berilayotgan bu urushni Suriya armiyasi boshqaryotidi. Bu urush terrorchilarni yo'qotganga qadar davomlashadi dedi. 2 yildan oshgan Suriya ichki to'qinishida nurg'un xalq hayotidan ayrildi va nurg'unlari yurt makonsiz sarsam bo'lmoqda. Xalqaro buningga aktiv bir hal qilish chorasini qilmadi. Zolim Basharning bunchalik insonlarni qatl qilishida Rossiya, Iron va Xitoyning qo'li bor albatta. Dengiz qo'ltiqidagi arab davlatlari Hizbullah partiyasini terrorchilar tizimiga kirgizdi. Arab dengiz qo'ltiqiga joylashgan 6 arab davlati Livandagi Hizbullah partiyasini terrorchilar tizimiga kirgizishga hozirlanmoqda. Arab dengizi qo'ltiqidagi bu davlatlarning Livanda faoliyat qilayotgan va Suriya ichki urushiga aralashgan Hizbullah partiyasini terrorchilar qora tizimiga kirgizganligi jakarlandi. Dengiz qo'ltiqi davlatlari hamkorlik kengashi navbatdagi raislik vazifasini o'tayotgan Bahrayn Saudiya Arabistonining Jiddiy shahrida 6 a'zo davlatga xitob qilib, Hizbullah partiyasining terrorchilar qora tizimligiga kirgizilishi kerakligini ilgari surdi. Uningdan boshqa yig'inda yana bularga tahdid bo'layotgan Iron josuslik faoliyatlarining bartaraf qilinishi kerakligini uqtirdi. Dengiz qo'ltiqi hamkorlik kengashiga Bahrayn, Kuvayt, Oman, Qatar, Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq arab davlatlari a'zodir. Hürmetlik televizor ko'rguvchilar, haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.